Navoiy va Bobur hazratlarining haftasidan Eron o'lkasining Yazd shahrida afg'onistonlik talabalar orqali nishonlandi. Ushbu farhangiy yig'inda shoirlar, yozuvchilar va farhangiy shaxsiyatlar va hamda Yazd shahrida bilim olib turgan afg'onistonlik talabalar qatnashgan edi. Hazrat Amirulkalom Mir Alisher Navoiy jahon tarixida oltin xat bilan o'rin olgan va ushbu buyuk bilimdon katta zabardast shoir va mudabbir vazirlik yonida o'zbek adabiyoti uchun o'zidan qimmatbaho asarlar yaratib qoldirgan. Hazrat Amir Alisher Navoiy jahon tarixida oltin xat bilan o'rin olgan va ushbu buyuk bilimdon katta muarrix, zabardast shoir, mudabbir vazir o'zining hayotida qimmatbaho asarlar bajo qoldirgan. Eron o'lkasining Yazd shahridagi afg'onistonlik talabalarning ta'kid qilishicha, Amir Alisher Navoiy bir farhang, qavm va bir jug'rofiyaga xulosa bo'layotgan shaxsiyat emas, balki uning unumli asarlari bilan butun jahon adabiyotiga tegishlidir. Ularga ko'ra, ikki o'zbeki va forsi tillariga she'r yozish Navoiy hazratlaridan keyin rivojlanib qolgan. امیر alisher نوایی که نماد و سمبول اتحاد حوزه تمدنی ما و تاریخی ماست نباید در قالب یک جغرافیا و زبان و گروه خاصی خلاصه شود. امیر alisher نوایی اسطوره همدلی و همگرایی تاریخ، زبان، دین و جغرافیای ماست. به همین خاطر امیر alisher نوایی را به ذو لسانین لقب دادند که به زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود و کار ارزشمندی در تاریخ ما به سر رسانده است. به قول استاد خراسانی، یکی از دانشمندان و نویسندگان برجسته سرزمین ما، پس از نوایی سرودن شعر به دو زبان ترکی و ازبکی و فارسی به یک سنت ادبی تبدیل شد و منطقه ماوراء النهر محل خلق آثار به دو زبان فارسی و ترکی جایگزین گشت. با اینکه امیر alisher نوایی سیاستمدار و مهردار سلطان حسین مرزاست، اما دست از نوشتن و تألیف بر نداشت و مجلس او مجتمعی از علما، فضلا، دانشمندان همان روزگار بود. Ushbu ehtifolda Mir Nizomiddin Alisher Navoiy hazratlari kat'iy asarlari yonida musiqiy dunyosiga ham qiziqqani ustiga ta'kidlandi. نوایی با علم موسیقی آشنایی داشت و قطعات موسیقی او در بین ترکمن‌های ایرانی و ازبک‌های فرغانه، خوارزم و شمال قفقاز و استانبول مروج است و رواج دارد. آهنگ گلزار که یکی از کاملترین آهنگ ترکمن‌هاست، ساخته دست این شخصیت عارف و تاریخی ماست. Mazkur yig'inda shoh va shoir sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining o'z saltanatining yonida o'zidan qoldirgan asarlari haqida suhbat bo'lib o'tdi. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur ham saltanat davrasida o'zidan minglarcha yodgor asarlar qoldirgan. Ushbu ikkovining tug'ilgan ayyomini chin yurakdan qutlug' bo'lsin deb ruhlarini shod va oxiratlarini obod istayman. Amir Alisher Navoiyni 583 va Odilshoh Zahiriddin Muhammad Boburni 541 tug'ilgan kunini barcha turk xalqiga qutlug' bo'lsin deyman. سلطان زاهیدین بابر در اندیجان فرغانه که یکی از بخش‌های ازبکستان امروزی است، در سال 888 هجری قمری متولد میشد. پدر ایشان عمر شیخ میرزا که حاکم آن زمان فرغانه بود، پس از وفات پدرشان ایشان حاکم فرغانه شده و فتوحات زیادی را به دست میارند. Ehtifol ishtirokchilari Amirulkalom Mir Nizomiddin Alisher Navoiy va Sulton Zahiriddin Muhammad Boburning she'rlarini o'qib o'tdilar. Kim ko'rib turay ko'ngil ahli jahondan yaxshilik, kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Bu zamonni nafi qilsam hayb qilma ey rafiq, ko'rmadim hargiz nitoyin bu zamondan yaxshilik. Dilrubolaridan yomonlik keldi mahzun ko'ngilma, kelmadi jonimga hech orom jondan yaxshilik. Ey ko'ngil chun yaxshidan ko'rdim yomonlik usri ko'p, endi ko'z tutmoqni
ya'ni har yomondan yaxshilik bor, elga yaxshilik qilg'il kim undan yaxshi yo'q. Kim degaydilar aro qoldi falondan yaxshilik ahli jahondan istama Bobur kabi kim ko'rib turay ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Sonbulik Laylo sochibdir il abil oso emish, dog'ini Majnun tonitmish lolai hayro emish. Nastaran ko'zgosida bestariyor, chehra aksin ko'rgazibdir bezguli ra'no emish. Ey musavvir dilbarimga surati monand qil. Ey musavvir dilbarimga surati monand qil. Ko'rmakidan xotirimni goh-goh xursand qil. Ko'rmakidan xotirimni goh-goh xursand qil. Hur hariru uzraki tar etkun gundurul timsolini sig'masa zaylig'a jonim pardasin payvand qil. Sig'masa zaylig'a jonim pardasin payvand qil. O'lmasin bu to'madim mag'rumul ko'r itlari. O'lmasin bu to'madim mag'rumul ko'r itlari. Ay ajal taqsim uchun bag'rimni yuz pargan qil. Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari Temuriy shahzodalaridan bo'lib, o'zlaridan o'zbekcha va forscha tilida o'nlarcha asarlar qoldirib va har yil 9 va 14 fevral Navoiy va Bobur hazratlarini yodlash haftasi deb yod etilib, dunyo bo'ylab farhangiy va shoirlar tomonidan nishonlanadi.